Rahmat, rais söz berganingiz uchun. Davron olib borayotgan rais gapga boy bo'lsa, so'zga boy bo'lsa, tilga chechan bo'lsa, bunday so'zga boy odamning oldida mening tilim kirmay olib qoladi, gap topolmayman. Fransiya dedi, Habib bu yoqqa keling, Umid bu yoqqa keling. Fransiya borishimga mana shu yigit sababchi bo'lgan. Keng dalada to'y o'tkazyapmiz. Baxsh-ku baxshining urug'idan. Mana shu yigit Parijga borasizmi dedi. Yo'q dedim. Rost aytyapman dedi. Yo'q, bormayman dedim. Rahmatlik hoji akam boradi dedi. Mana shu Habib meni shalaladan mana shu nay chaladi. Hozir ham shalalani shalala qilib yurgan mana shu yigit. Agar shu bo'lmaganda shalala tarqab ketar edi, hali bomba tushgan dedi. Habib katta rahmat. Mana Umid. Ovoziga gap yo'q. Chilik o'ynasang hab yo'q, yomon ishlashda dab yo'q. Umidga gap yo'q, boringlar. Rahmat, yana bo'ray. Shoyimchal boboning oldida o'tirgan shunchasi yetadi, men oldimga keling deyapman. Bu yoqqa keling, ey Shoyim bobo.